Tog'dek sabrim bor. Alhamdulillah. Har qanday sinovni yengib o'taman. Kim nima desa desin, ko'rsatar Alloh. G'iybat qilganlarga kulib ketaman. Joyga kelyapti. O'zbekning haqiqiy legendasi bo'ladi. Men mana shu joyga tushish uchun, O'zbekimning bayrog'ini ko'tarish uchun başta 40 kilometr, 40 kilometr joydan kirib keldim. Hozir kirib kelgan videolarimni ham ko'rsataman. O'zbekimning bayrog'ini elpiratamiz. O'zbekimning legendasini tanitamiz har joyda. Odamlarda bo'laversin, keling. Lekin men legendani hurmat qilib maza qilaman. Video qo'yaman. Maksimal tarqatib tashlayman, maksimal. O'zbekimning legendasi Volgadaryoning o'rtasida 40 kilometr kirgan, 40 kilometr. Hozir hurmat sizlarga ko'rsatish uchun qaranglar qanday manzaralarda yuribman. Mana katta yo'q. Mana men bor ekan-a? Mana. Qaramay shuni bo'yiga olib qara. Sharsabizda yo'lda qilingan yo'l. Ko'rding? Bizlar topamiz o'zbeklar. Pastlik suv. O'zbekning legendasi qayga bormaydi? O'zbekning legendasi faqat oyga bormaydi. O'rmonga kelganmiz. Mana qiziq voqea bo'lgan. Legenda botib qolgan. Lekin bu 1000 gektar, 2000 gektarlik o'rmonda-chi. Qanday kirib chiqishimiz noma'lum. Ana legenda chiqib kelyapti. Legendani qaranglar-da. O'zbekning legendasi qayga bormaydi? O'zbekning legendasi faqat oyga bormaydi. Qaranglar-da, qanaqa joy. O'sha pastlikka tushdik. Vahshiy chiroyli joylari bor ekan. O'zbekning legendasi qayga bormaydi? Oyga bormaydi deydi-ku. Qashqadaryo legendasi-da chunki bu.